Putin To'qayevning urushni muzlatish taklifini rad etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bo'yicha muhim qaror qabul qildi. Inson 600 yildan ortiq yashashi mumkinmi? Olimlar bu savolga javob berdi. Putin To'qayevning urushni muzlatish taklifini rad etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning Ukrainadagi urushni muzlatish haqidagi taklifiga javob berdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ma'lum qilishicha, Putin To'qayev bilan suhbatda Rossiyaning pozitsiyasini batafsil tushuntirgan. Peskovning so'zlariga ko'ra, Rossiya harbiy harakatlarni faqat o'zi belgilagan maqsadlarga erishilgandan keyingina to'xtatishini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, hozirgi sharoitda Ukrainaning pozitsiyasi sabab urushni shunchaki muzlatib qo'yish imkoniyati yo'q. Kreml vakili yana Rossiya Tashqi ishlar vazirligi avvalroq e'lon qilgan shartlarga ishora qilib, agar Ukraina tegishli qarorlarni qabul qilsa, harbiy harakatlar qisqa muddat ichida to'xtashi mumkinligini aytdi. Ayni paytda Ukraina tomoni ushbu Kreml bayonotiga rasmiy munosabat bildirgani haqida ma'lumot yo'q. Bu voqea Rossiyaning urushni yakunlash bo'yicha o'z pozitsiyasini yana bir bor takrorlaganini ko'rsatmoqda. Mavzuga oid rasmiy bayonotlar e'lon qilinishi davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bo'yicha muhim qaror qabul qildi. Amerika matbuotining xabarlariga ko'ra, Tramp so'nggi 2 hafta davom etgan harbiy zarbalardan so'ng Eronga qarshi rejalashtirilgan yangi hujumlarni vaqtincha to'xtatishga buyruq bergan. Manbalarga ko'ra, bu qaror diplomatik muzokaralarga imkon yaratish maqsadida qabul qilingan. Shu bilan birga AQSh Eron bilan muloqotlar davom etayotganini bildirgan, biroq Tramp Tehron hali yakuniy kelishuvga tayyor emasligini ham ta'kidlagan. Mintaqadagi vaziyat esa hanuz keskin. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Yamandagi Husiylar Saudiya Arabistonidagi neft obyektlariga hujum qilganini ma'lum qilgan va Qizil dengiz atrofidagi xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Hozircha AQSh zarbalarni to'xtatgan bo'lsa-da, diplomatik muzokaralar qanday yakunlanishi va mojaro keyingi kunlarda qanday rivojlanishi xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolmoqda. Inson 600 yildan ortiq yashashi mumkinmi? Olimlar bu savolga javob berdi. Rossiyadagi Skolkovo ilm-fan va texnologiyalar instituti olimlari qarish va umr davomiyligi bo'yicha yangi tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, hatto kelajakda tibbiyot qarish bilan bog'liq barcha kasalliklarni, jumladan saraton, yurak-qon tomir xastaliklari va demensiyani to'liq davolashni o'rgansa ham, inson boqiy yashay olmaydi. Tadqiqotchilar bunga sabab sifatida hujayralarda umr davomida to'planib boradigan tasodifiy DNA mutatsiyalarini ko'rsatmoqda. Organizm bu xatolarning ko'pini tuzatsa-da, ayrimlari saqlanib qoladi va vaqt o'tishi bilan hujayra hamda a'zolar faoliyatini izdan chiqaradi. Olimlar yaratgan matematik modelga ko'ra, bunday sharoitda insonning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 150 yildan 190 yilgacha yetishi mumkin. Shuningdek, tadqiqot nazariy maksimal umr chegarasi 627 yil bo'lishi mumkinligini ham ko'rsatgan. Biroq bu amalda inson shuncha yil yashashi mumkin degani emas, balki matematik model asosida hisoblangan nazariy chegaradir. Tadqiqot natijalari ilmiy hamjamiyatda qarish jarayoni va inson umrining biologik chegaralari bo'yicha muhokamalarga sabab bo'lmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.